Ubada ibn Samit radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Payg'ambarimiz Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytadilar: kim Allohga yo'liqishni yaxshi ko'rsa, Alloh ham unga yo'liqishni yaxshi ko'radi deganlar payg'ambar alayhisalom. Hazrati Oysha Siddiqa radhiyallohu anha onamiz Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga aytdilar: ey Allohning rasuli, biz o'limni yoqtirmaymiz-ku dedilar. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilarki: bu siz aytganchalik emas. Ya'ni siz o'ylagan narsa emas bu yerda. Agar mu'min kishining o'limi yaqinlashsa, Allohning roziligi va karamining bashorati unga beriladi. Jannatiy bo'lishi haqida bunga bashorat beriladi. Ba'zi rivoyatlarda joyi ko'rsatiladi degan qo'shimchalar ham bor. Shunda dedilar payg'ambar alayhissalatu vassalom: u banda o'zining oldidagi turgan narsani afzal biladi. Ya'niki bu dunyosidan ko'ra afzal deb biladi. Shunda haligi joyiga borishni yaxshi ko'radi, Allohga yo'liqishni yaxshi ko'radi, Alloh ham unga yo'liqishni yaxshi ko'radi. Agar kofirga o'lim hozir bo'lsa, unga Allohning azobi va uqubati bashorati beriladi. O'shanda uning uchun oldidagi narsadan ko'ra yoqmaydigan narsa bo'lmaydi. Shunda bu boradigan joyini demak yoqtirmaydi, Robbisiga yo'liqishni yoqtirmaydi, Robbisi ham bunga yo'liqishni yoqtirmaydi. Demak, azizlar, Tirmiziy rivoyati bilan keltirilgan bu hadis boshqa muhaddislarning kitoblarida ham bu hadis kelgan. Mo'min kishi har kun yaxshi amalini qiladi va Robbisiga ko'proq yaqin banda bo'lishga harakat qiladi.